Assalomu alaykum do'stlar. Mana qora tovuqlarimizdan qolgan tovuqlar aka. Bulardan hozir 1300 dona qoldi. 1300 ta sotilyapti. Hammasi makiyon, ichida xo'rozi yo'q. Hammasini makiyon qilib beramiz. Tuxum boshlagan, tuxumlarini sal yiriklashib qoldi. Tuxum foizi ham kundan-kun oshib boryapti. Hamma vaksinalar qilingan, sog'lom, ratsion asosida boqilgan. Tovuqlarimiz Toshkentda, Nazarbekda, Toshkentda, Bekobodda. Kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Narxlari 90 ming so'mdan donaga, 85 ming so'm ob'yomga, ob'yom 500 tadan oshig'i. Agar 1000 tadan oshiq olinadigan bo'lsa yoki hammasini ko'tarasiga oladigan bo'lsalaring 75 ming so'mdan qilib berilaveradi. Tovuqlarimizni ko'ryapsizlar, sifati zo'r. Bu tovuqlarimiz ertangi 4,5 oylikda tuxumga kiradigan zotdan. Bu zotlar bir yilda bir marta sotuvga chiqadi. O'tgan yili bir marta sotuvga chiqqan, bu yil ikkinchi marta sotuvga chiqyapti. Zot hali tarqab ketgani yo'q, u darajada rivojlanib ketmadi. Tovuqlarimizdan ranglilari ham bor, chiporlari ham bor, har xillari bor. Tuxum foizi hozir 10% dan oshib qoldi, xudo xolasa. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz Qirg'iziston Respublikasi, O'zbekiston viloyatlari bo'ylab hamma joyga bor, faqat alohida hisoblanadi.